Ko'rib turganlaringdek mana Vnuko'ni ichkari holati. Yuter Somon Air kompaniyasi. Yana Yuter kompaniyasi ko'rib turibsizlar. Havo yo'llari o'tomonida. Kim aeroport için tushunmasa, mana bu kiriverish vaqti. Ko'rib turibsizlar, как положено kontrol qattiq red bo'lyapti, как положено tekshiryapti. Mana bu kim tushunmasa, qayerdan uchib ketishdi, qayerga kelishdi, mana shulardan ko'rib olishlari mumkin kompyuter orqali. 26 yoshda davom etiladi. Men aeroport Vnuko'dan har doim yordam bergani deganman. Nima xizmat qilsa, nima kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalar, o'zim sizlarga yordam beraman. Mana bu Vnuko Samarqand soat 1:05 da uchadigan reysda registratsiyasi mana 51 dan to 54 gacha mana ko'rib turibsizlar havo yo'llarniki. Havo yo'llarida yuk yuzlar ortiqcha bo'lsa, masalan, do'p bagaj olmoqchi bo'lsalaring 232 ta kassaga to'laysizlar. Do'p bagaj havo yo'llarida. Bizni kuzatishda davom eting.